Assalomu alaykum motoblok ishqibozlari. Mana bugungi obzorimiz motobloklar uchun tayyorlangan chizellarni ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu katta 15 va 17 ot kuchli motobloklar uchun tayyorlangan. Agat olishi va chizel qilish uchun 60, 70 va 90 ga moslangan agatlarda bemalol siljib ishlayveradi. Oldiga balonlar qilingan. Balonlar ham xuddi shunaqa 60, 70 va 90 ga moslangan bo'ladi. 3 tali palis bo'ladi, luft bo'lmasligi uchun va bir tomonga motoblokni tortmasligi uchun xuddi shu usulda yasalgan. Qalinligi 5 ga 5 profil 5 mm stenka bo'ladi. Bu tomoni esa 6 ga 6 profillardan, qalin profillardan tayyorlangan bo'ladi. Buni ishlash jarayonini ham xudo xolasa YouTube kanalimizga qo'yamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. O'ta qattiq va jo'stki qilib yasalgan. Yerda ichida ishlaganda ham motoblokka hech qanday nagruska olib kelmaydi va buni boshqarish ham juda oson hisoblanadi. Kimga xuddi shu turdagi chizellar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin.